oladyilarimni pishirib olib, yana ishdaman. O'rtoqlar, yana ishdaman, chunki Zo'dan kelgan klientlar qo'yishmadi. Toshkentdan kelishibdi, представляете? Toshkentda borib yurganlar, u yoqqa zapiska yozila olmaganlari uchun Xorazmga kelishibdi. Gap yo'q lekin. Конечно, xursandman, o'shaning uchun majbur ular uchun ishga chiqdim. Yo'q deya olmadim. Ana shunaqa, mana bu chashkamni hamma sevdi. Gram sevdi, lekin qaysi magazindan qayerdan olganim esimda yo'q o'rtoqlar. Xafa bo'lmaysizlar, o'shaning uchun отметка qila olmadim. Lekin haqiqatda chiroyli. Munavvar, nerdan olganmiz ekan buni? Bilmaysanmi? Hech yodimga tushmay turibdi, hamma so'rab turibdi chashkam. O'rtoqlar, o'zi sizlarga aytmoqchi emasdim bugun ishga chiqqanimni, lekin men maqtanib qo'ymasam bo'lmaydi. Bugun patsientimiz postoyan necha yildan beri kelasiz? 3-4 yildan beri keladilar. Doim avtorskiy kokteyllarimni olib yuradilar. Bugun Toshkentdan kelibdilar, Xorazmga. Tasavvur qilasizlar, Xorazmda o'tirib bir xilla gal o'lmay o'tiribsizlar. Voy uzoqroq ekan, voy vaqtim yo'q ekan, voy yana bir narsa ekan deb Toshkentdan kelibdilar. Chunki Toshkentda iyun oyi to'lib bo'lgan, iyulga zapis hali ochilmadi. Safarlarim bor chunki. Shuning uchun bu yoqda yozilishga imkon topibdilar, mana kelibdilar. Qaranglar. Biz hozir nima qilamiz bularga? Avtorskiy kokteyl qilamiz yuzlariga, biolifting qilamiz yuzlariga, ya'ni kokteyl biolifting. Вот такой эффект будет. Lablariga lips kokteyl qilamiz. Nima qiladi lips kokteyl? Namlantiradi, oziqlantiradi. Bular har doim oladilar, har 6 oyda lips kokteyl oladilar. Lab chotki, yoshlariga na g'ijim bor, na qurishish bor, na yoriladi lab. Har doim yaxshi увлажненный bo'lib turadi. U объем emas, botoks filler emas o'rtoqlar. O'zinglarni labinglar faqat слегка увлажненный bo'lib turadi. Mana o'zim постоянно qilaman. Demak, bo'yinlariga kokteyl va qo'llariga kokteyl. Tasavvur qilinglar, общий kompleks qilib optimiga olib ketadilar, xudo xolasa. O'shaning uchun bugun ishga chiqishga majbur bo'ldim mana shu patsientim uchun. Endi bu xonada boshqa patsientlarni ham oldik. Очередini kutib o'tirganlarni. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Поэтому bizda mana shunaqa go'zallik kokteyllarini olib, maza qilib, chiroyli bo'lib, yosharib, tortilib yuringlar. Eng asosiysi terilarga kerak vitamin, terilarga kerak suv beriladi. Qolgani esa уже organizminglarni ishi. Biz hamma kerakli narsani beramiz, organizm ham zo'r ishlab bersa, вот такой будет результат. Organizm ishlamasa, organizm lentay bo'lsa, organizmning defitsitlari ko'p bo'lsa, stressda yashasanglar va qolaversa, mana bu joylarda ishonchsizlik bo'lsa, qanaqadir shubha gumonlar bo'lsa, конечно, zo'r rezultat kutmanglar. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Rezultat bo'lmagan holatlar ham bo'ladi. U afsuski bizga bog'liq emas. Kimgadir yaxshi narsa qilib, kimgadir yomon narsa qilmaymiz hech qachon. Bu faqat sizga bog'liq. Yaxshi rezultat bo'lishi ham sizga bog'liq. Домашний уход. Домашний уходimizsiz тоже zo'r rezultat kutmanglar.